Assalomu alaykum azizlar. Biz bugungi videomizda suli tabiiy dori mavzusida suhbatlashamiz. Sulining tarkibida oqsillar, uglevodlar, kletchatka, makro va mikro elementlar, vitaminlar, biologik faol moddalar, fermentlar mavjud. U antioksidantligi bilan mashhurdir. Antioksidantlar, ya'ni melanin organizmni atrof muhit ta'siridan himoya qiladi. Dori tayyorlash: 1 stakan suli doni ustiga qaynab turgan 1 litr suv quyilib 5 daqiqa qaynatiladi va 20 daqiqaga namlab qo'yiladi. So'ng suzib olinib sovitiladi. Yarim stakandan kuniga 3 mahal ichiladi. Bu damlama sil bilan og'rigan bemorlar uchun, peshob tutilganda, sariq kasalligida, sklerozga qarshi ta'sirga ega. Hurmatli azizlar, bizning kamtarona mehnatimizni hisobga olib, kanalga obuna bo'lishingizni, like bosishni unutib qo'ymasligingizni so'raymiz. Izohlarda fikringizni qoldirsangiz, biz bundan mamnun bo'lamiz.